7 kunlik kelinchak. Muallif Azamat Qorjovov. Ikkinchi qism. Tongga yaqin uyg'ondi. Nimalar ro'y berganini aqliga sig'dira olmay shiftga termulib yotdi. Hammasi o'ngida yuz bergandi. Ming azob bilan boshini burdi. Yonida uxlab yotgan kishi rostdan Ixtiyor aka edi. Yo tavba, dadasining ishongan odami shumi? Dadasining haydovchisi deb emas, go'yoki yaqin amakisi o'rnida ko'rardi. Erkalab qo'yishlari, istirohat bog'iga olib borishlari, turli o'yinchoqlar sovg'a qilishlari nahotki g'arazli maqsadda bo'lgan. Qizi bilan tengqur qizni aldab uyiga keltirish va zo'rlik bilan egalik qilish. Baribir dardini hech kimga ayta olmaydi, siri ochilishdan qo'rqadi deb o'yladi shekilli. Niginaning to'satdan jazavasi tutib ketdi. Ko'zini endigina ochgan Ixtiyor akaga shapaloqlar yog'dirib, sochiga chang soldi. Og'zidan "Ablah, uyatsiz, mening aybim nima?" degan alamli so'zlar uchdi. Ixtiyor aka Niginaning nozik vujudini yana asir oldi. Nigina tishlamoqqa, yo'lqinib chiqmoqqa urindi, ammo kuchi yetmay ko'z yosh to'kdi xolos. "Meni kechir", dedi Ixtiyor aka. "Yoshim 40 ga yaqinlashgan bo'lsa-da, senga uylanishga da'vogarlik qiladigan qiltiriq boyvachchalardan 100 marta yaxshiman. Giyohvand kuyoving o'ldi. Asqar ham endi senga uylanmaydi. Unga turmushga chiqmaysan ham. Dadang tumanimiz ustunlaridan biri. Oddiy erkakka turmushga chiqasanmi? Yo'q. O'zing istaganingdayam. Dadang uncha-muncha bilan quda bo'lishni xohlamaydi. Fe'l atvori menga ham, senga ham ayon. Puli oshib toshganida nima qilishni bilmay, xotin qo'yib, xotin olayotgan, aslida xotinini eplolmayotgan qizlardek nozik erkatoylarga tegasanmi? Yo'q. Ular ham tenging emas. Sen faqat mening xotinim bo'lasan. 60 da mendek 39 yoshlilar sendan ham kichiklarga uylanishgan. Nigina dod solganda Ixtiyor aka og'ziga kaft bosdi. Bularning hammasiga dadang rozi, dedi u lol qoldirib. Sen nima deb o'ylovding Nigina? Men o'z xo'jayinimning yuziga oyoq bosamanmi? Qo'ysangchi, unaqa nonko'rmasman. Dadang dushmanlari oldida sharmanda bo'lmaslik uchun kuyovlikka shoshilinch nomzod topolmadi. Keyin menga og'iz ochdi. Yagona sirdoshim, ishonchli odamimsan. Qizimni senga ishonib topshiraman. Boshqa hech ham ilojim yo'q, dedi. Yolg'on, yolg'on, yig'ladi Nigina. Jim, ishonmasang qasam ichishi mumkin. Dadang seni menga berdi. Dushmanlari qachondir eshitadi, lekin kalaka qilib gapira olmaydi. Qaytanga hasaddan kuyib, damlari ichiga tushib qolishadi. Biz baxtli bo'lamiz, Nigina, menga ishon. Shoshqaloqlik qilib, mulla chaqirmaganim, nikoh o'qitmaganim uchun uzr. Bugun eshitishni ham istamayman, iflos. Nigina nafrat bilan siltagan edi, Ixtiyor aka qo'yib yubordi. Og'zingga qarab gapirsang bo'larmidi? Endi eriyman. Senga xotin bo'lsam, o'zimni osaman. Bugun mulla keladi, nikoh o'qiydi. Mullangni ham yuziga tupuraman. Erim o'lganiga 2 kun bo'ldimi, yo'qmi? Qaysi qoida bo'yicha nikohlaydi? Qolaversa, zino qildingiz. Roziligimni olmay turib, nikohsiz holda birovning kelinini, kelin bo'lganda ham yoshgina kelinchakni majburan to'shakka tortdingiz. Do'zaxga tushasiz. Seni o'g'irlab keldimmi? Ayam boshqa gap qilgandilar-ku. Yo borganidan itday tala deb tayinladilarmi? Hammangning hayvondan farqlaring qolmabdi. Mojaroga darvoza taqqillashi nuqta qo'ydi. Qimirlamay o'tir, deb chiqib ketgan Ixtiyor aka shosha-pisha qaytib keldi. Nigina kiyimlarini kiyib tashqariga chiqayotgan edi, to'qnashib darrov o'zini chetga oldi. Dadang keldi, dedi Ixtiyor aka ovozi titrab. Kecha seni menga bermoqchi edi. Fikridan qaytibdi. Menga qara, Ixtiyor aka bilan yashayman degan, xo'pmi? Sen hali hayotni tushunmaysan, to'xta. Gapimga quloq sol. Asqarda ikkovimizning ham o'chimiz bor. Uni oyog'ing tagiga bog'lab olib kelaman, rozimisan? Yo'q, dedi Nigina eshikka otildi. Tashqarida dadasi turardi, g'amgin, sochlariga oq oralagan ota. Ammo hamon mag'rur, hamon qahhor. Nigina dadasini ko'rib, ho'ngrab yig'ladi-da,
Devorga suyanib qoldi. Ixtiyor aka bazo'r chiqdi. Nima deyishni bilmay qimtindi. Abduvohid aka nima bo'lganini tushunib, tishlarini g'ijirlatdi. Ikkovingniyam deb so'kinib yoniga tupurdi. So'ngra qayoqqa yurishni bilmay ikkilanib turdi-da, nihoyat haydovchisining ustiga bostirib bordi. Yoqasidan olib, "Shu kecha tegin debmidim, haromzoda?" deya o'shqirdi. "Senga ishonsam iblis ekansan-ku. Kechiring, Abduvohid aka, lekin qizingizni xafa qilganim yo'q. Bugunga mulla ayttirganman." "Senchi, sen o'lib turibmiding? Ichkariga kir, ko'zimga ko'rinma", dedi direktor qiziga. "Ketaman." Nigina ko'z yoshlarini artdi. "Shu yerda qolasan. Uyga qadamingni ham bosma." Abduvohid aka shartta burilib keta boshladi. Ixtiyor aka boshini qashib, goh xo'jayinga, goh Niginaga qaradi. Keyin darvozaga chopib, qo'lini ko'ksiga qo'yib, allanimalar deb yalindi. Nigina dadasining qo'l siltaganini ko'rdi. "Baribir meni sharmanda qildinglar. Qilar ishni qildingmi? O'zing balogardonsan", deganini eshitdi va telbalarcha tisarilib og'ilxonaga o'zini urdi. Xuddi kimdir tayyorlab qo'ygandek, oynasiz derazada eski arqon juvalab yotardi. O'zini osmoq istagini qanday amalga oshirishni avvaldan o'ylab ko'rmagan kelinchak shosha-pisha bo'yniga arqon soldi. "Yordamim kerak emasmi?" dag'al ovoz keldi ostonadan. Nigina Ixtiyor akaga qayrilib ham boqmadi. "Keting, nima qilishni o'zim bilaman." O'zini osadigan notavon avval arqonni xarirga bog'lab, keyin sirtmoqni bo'yniga soladi. "Keting deyapman. Asqarni ko'rdim. Hozirgina darvozam yonidan mototsikl minib o'tdi." Nigina to'xtadi. Ixtiyor aka uning bo'ynidan arqonni chiqarib olarkan, "Mendan xafa bo'lma", dedi. "Bilasanmi, o'sha oqshom tenging bilan baxtli bo'la olmasligingni, xotin qo'ygan qay go'rdagi nusxaga turmushga chiqishingni o'yladim. Ginekologga olib borsam, davolab qo'yardi, biroq qaysi sho'r peshona yigitni aldamoqchi eding? Mana, oq libos kiyib, keyin uyning kelinchagi ham bo'lding. Bir jihatdan armon qilmaysan, xo'sh. Menga xotin bo'lsang, qayering yelib qoladi? Gap yoshda emas. Seni ko'tarib yuradigan, bir umr qadringga yetadigan mana shu boshda." Niginaning bo'g'zidan uf tortishga o'xshash uzuq-yuluq nido otilib chiqdi. "Rostdan ham uni ko'rdingizmi?" so'radi Nigina. "Ko'rdim, faqat payt poylashimiz kerak. Ukamning boshiga yetgan. Sening baxtingni poymol qilgan la'nati badbaxtni tug'ilganiga pushaymon qilamiz hali." Tush chog'i mulla tashrif buyurdi. 4-5 ta qo'shnilar va Niginaning ayasi mehmonlar jamoasini tashkil etdi. Nigina qanday qilib bir xonadondan ikkinchi xonadonga, nimjon kuyovdan xirsday erkakka kelinchak bo'lib qolganini tushuna olmagandek hushsiz o'tirardi. 3 kundan so'ng Ixtiyor akaning bolalari kelishdi. O'z tashvishiga ko'milib o'tirgan Nigina ularga ko'zi tushgan zahoti g'alati his-tuyg'ular girdobida qoldi. Marhum kundoshning zaxil yuzli, iltijo bilan boqishi xayolida emas, go'yo o'ngida ro'y berdi. Kimdir "Onanglar endi shu" deb ko'rsatgan shekilli bolalari hadiksirab, begonasirab, ammo ona mehrini izlab umid ila Niginaga tikilishardi. Biroq Nigina kabi ular ham endi bola emas edilar. Qiz o'gay onadan 4, o'g'illar 6-7 yosh kichik edilar xolos. Ular bilan o'tgan birinchi kun hijolatli bo'ldi. Ayniqsa Niginaning Ixtiyor aka bilan bitta yotoqqa kirib ketishi anchayin mushkul kechdi. Keyingi kun bundan-da battar bo'ldi. Ixtiyor akaning ammalari, xolalari va oxirida Nigina bilan tengdosh kelinchak qizi kirib keldi. Ayollarning har kim qo'shgani bilan peshonangga nima yozilsa shuni ko'radi. Ishqilib baxtli bo'linglar qabilidagi gaplari qisqa bir nikoh sha'niga yog'ilgan quruq so'zlar qorishmas edi. Negaki bu nikoh qasos bilan yakunlanadi. Asqarning boshi ajal kundasiga qo'yiladi. So'ngra har kim o'z yo'liga ketadi. Nigina xuddi shoh qaramiga tushgan kanizak singari Ixtiyor aka bilan bir yostiqqa bosh qo'yar. Na sevgi, na qo'shiq qarish ilinjida yashardi. Goho o'zini fohishadek sezardi. Dar haqiqat
U mudhish bir kuni kutib yashash asnosida erkakka o'z tanini baxshida etayotgandek edi. Keyingi hafta Ixtiyor akani Niginaning dadasi chaqirdi. Kechqurun Niginaga aytishicha, qaynota kalitni uzatib, "Mashinaga o'tir", debdi. "Ishlayver, o'zi avvaldan begona emasding." Nihoyat Nigina uyda yolg'iz qolgan kuni qizlardek kiyindi-da, taksiga o'tirib tuman markaziga yo'l oldi. Albatta, uyiga emas, Sardornikiga bordi. Sardor ustaxonada payvandchi bo'lib ishlar ekan. Chekka mahalladagi toshloq ko'chadan yurib, ustaxonaga yaqinlashdi. Zanglagan ochiq darvozaga suyangan 4-5 o'spirin Niginaga irshayib tikilishdi. Moyi chiqib ketgan shimdagisi Sardor edi. Nigina uni tanigan mahal avval o'zida hech to'ymagan g'azab to'lqinidan beixtiyor titrab, "Xo, yalangoyoq, bu yoqqa kel", dedi. Bunaqa muomalani usta yigitlar kutishmagandi. "Senga aytayapman, Sardor, tur o'rningdan." Sardor istamaygina sinfdoshiga yaqin kela boshladi. Har qadam tashlaganda tusi o'zgarib borardi. Niginaga 2 qadam qolganda butkul gezarib, shalvirab to'xtadi. "Nigina, o'zingmisan? Tanimabman." "Tanishtirib qo'yaman hali." "Biror nima bo'ldimi mundoq? O'chir. Sen meni bebaxt qilding. Eng birinchi sen kallang bilan javob berasan." "Bebaxt qilib nima? To'yingni buzdimmi? Bitirish kechasi. Nashafurush akang. Hammasini esladingmi?" "Hech qanaqa nashafurush akam yo'q, xudo saqlasin, Nigina. Asqar tutingan akang. Yo unga malaylik qilganingni tan olmaysanmi?" "Malaylik emas, iltimos qilganda chaqirib berdim. Chiqmasang majbur qila olmasdim-ku, o'zing." "O'sha hayvon qo'limdan tortdi. Nochor ahvolda qoldim. Bitta sen ko'rding, xo'sh, keyin nima qilding? Qochib ketdingmi?" "O'zlaringning gaplaring bor deb o'ylabman." "Shu bahonangni menga keragi yo'q. Prokuraturadagilarga aytasan. 10 yil emas, 5-6 yil qamalish uchun. Uylaringga bordim. Oilang zo'rg'a yashayapti-yu, yana nega meni badnom qilmoqchi bo'lding? Ayt. Arpangni xom urdimmi? Afsus, o'sha payti dadamga aytmagan ekanman. Endi birinchi o'rinda sen qamoqda chiriysan. Sinfdosh qizni o'g'irlashda qatnashgan odam nasha sotishga qo'rqadimi?" "Qo'rqmaydi demak, sen nasha ham sotasan. Rifatni o'ldirishda ham ishtirok etgansan." Sardorda jon qolmadi. "Qaysi Rifat?" so'radi tili zo'rg'a kalimaga kelib. "Erim." "Ering? U qachon o'ldi?" "Qachon qora dori bergan bo'lsang, o'shanda." "Nigina, tuhmat qilma." "Bu holvasi, qaynotam ham qanday katta odam bilasanmi? Sening qo'ling borligini aytsam, garaj-parajingga o't qo'yib, oyog'ingni yerga tekkizmay olib ketadi. Tuhmat qilma deysan, shunaqa ayblarni bo'yningga iladiki, turmadan tirik chiqmaysan. Mana, seni topdim, gaplashdim. Hozir uyga borib, dadamning 1-2 yozuvchilari yordamida prokuraturaga ariza yozaman." "To'xta, Nigina, sinfdoshimiz axir. Menda shunchalar qasding bormi? Bitiruv kechasida chaqirib berdim. Lekin yomonlikni ko'zlaganim yo'q. Hech qanaqa o'g'irlik, nashafurushlik, qotillikka bosh qo'shmaganman. Ko'ryapsanmi? Oddiy payvandchi bo'lib, halol ishlab yuribman. Qora dori nimaligini bilmayman-a." "Sen meni chaqirib bermaganingda?" Sardorning ko'zlarida yosh paydo bo'ldi. "Nigina, uning bunday marazligini bilmagandim. Aldasam til tortmay o'lay. Meni kechir, iltimos. Shugina aybimni kechir." "Niginani Asqar o'g'irlab sharmanda qildi deb kimlarga aytgansan?" "Hech kimga, o'lay agar." "Yaxshilab quloq sol. Meni qanday chaqirib bergan bo'lsang, Asqarni ham bir chetga olib chiqasan. Tushuntira oldimmi?" "Uni ancha vaqtdan beri ko'rganim yo'q. Uydan ketib qolgan. Ishon, hozir men unga begonaman. Ko'rishmaymiz ham, gaplashmaymiz ham. Bir necha kun avval qaytib kelganmish. Sardor, o'zingni oqlashga imkoniyat beraman. Shanba kunigacha uning kvartirasini aniqlab qo'y. Chaqir desam chaqirasan." Sardorning yuzi yorishib, yengil tin oldi va "U bilan yolg'iz gaplashma, har nimani kutsa bo'ladi", dedi. Ixtiyor aka Niginaning allaqayoqlarga sandiroqlab ketganidan xabar topdi. "Nima niyatda yuribsan?" so'radi qovoq uyib.
Asqarni axtardim. Nega axtarasan? Bu ish bilan men shug'ullanyapman. Ixtiyor aka o'zini bosish uchun choy ho'pladi. Topsang nima qilarding? Yoqasiga chang solib, yuzini timdalarmiding, a? Menga yomon qaramang. Sizga topib bermoqchiman. Bir bola orqali aldab chaqirtirmoqchiman. O'sha bolani keyin kim o'ldiradi? Qaysi bolani? Aytyapsan-ku, bitta guvoh qo'shilishini. Hey, xom kalla, uni ham yo'qotishga to'g'ri keladi-ku keyin. Ixtiyor aka achchiqlanib boshqa xonaga chiqib ketdi. Bir soatlardan so'ng yoniga chaqirdi. Nigina, mendan homilador bo'ldingmi, yo'qmi? Kelinchak yerga qaragan edi. Ixtiyor aka dedi. Mayli, baxtli bo'lishingga ishonaman. Eshikni yopib, chiroqni o'chirishdi. Ixtiyor aka birinchi bor Niginadan Rifat bilan munosabatlarini so'radi. Yo'q, biz er-xotin emasdik, dedi Nigina. Bechorani nasha-adoy tamom qilib bo'lgan ekan. Demak, hayotingdagi haqiqiy erkak men ekanman-da. Menga uylanganingizdan beri sizni haqiqiy erkak deb hisoblamay qo'yganman. Ixtiyor aka mot bo'ldi. Axir, u ham Niginaning hayotida zo'ravon Asqar kabi bir kimsa edi. Haqiqiy erkakgina muhabbat qozona oladi. Muhabbat esa bir kishining ehtiroslari bilan tug'ilavermaydi. Nigina, shivirladi Ixtiyor aka. Kelinining begona erkak bilan qanday yashayotganini, yotib turishni so'raydigan sobiq qaynona haqida eshitganmisan? Kelinchakning ichi shuv etdi. Rifatning onasi nimalar deb dag'dag'a qilganini esladi. O'zi pishirgan oshni o'zi yeyish o'rniga Niginani aybdor qilgan shaytonning urg'ochisidan hamma narsani kutish mumkin edi. Qaynonam meni so'radimi? So'radi, tavba, yuzi qanday chidadi-ya? Nima dedi? Erkakchasiga so'kinib olgach, yana bir qo'lansa so'z aytdi-da, juvonmisan, boshqachamisan surishtirdi. Odam gapira olmay qolarkan. Biron javob aytgandirsiz? U endi sizning keliningiz emas, mening xotinim. Shunday ekan, oilaviy sirimni sizga aytmayman, degandim. Qarg'anib ketdi. Nigina yana tuman markaziga chiqdi. Sardor ishxonasida ekan, Niginani uzoqdan tanib yugurib keldi. Asqarni qayerdaligini bildim, dedi u. Yo'l ko'rsataman. Ular tashlandiq kasalxona binosigacha piyoda borishdi. Xarob devori ortida odamlar zich yashayotgan ko'hna imoratlar qalashib yotardi. Biror joyda poylab tur. Sardor qo'rqa-pisa faner eshikka imo qildi. Anavi joydan chiqadi. Ketdim. Meni ko'rib qolsa o'ldiradi. Nigina panoroq joy axtarib atrofga alangladi. Shu payt yoniga 50 yoshlardagi, turqi sovuq, haddan tashqari ko'p bo'yangan bir xotin yaqinlashdi. Ha, qoqindiq, kimni kutyapsan? Nigina bu ayolning alang-jalang boqishdan, tilla taqinchoqlarga suqlanishidan yomon oqibatni sezib ketishga chog'landi. Biroq ayol qo'llariga chippa yopishdi. Voy, aylanay, seni tanidim. Valyaning yangi qizisan. Baqqa yur, gaplashamiz. Ayol ho'kizdek baquvvat ekan. Niginani hash-pash deguncha qizil eshikkacha sudrab bordi. Nigina dodlab odamlarni yordamga chaqirdi, ammo ayol uni tor hovliga itarib kirgizdi. So'ng ichkari xonaga qamadi. O'chir ovozingni, taqinchoqlarni yech. Kimning pulga olganingni bilasanmi, eshak? Meni kim deb o'ylayapsiz? Yig'ladi Nigina. Men, farqi yo'q. Hoy, qoral, shu yerdamisan? Baqaki, bu yerda tekin tomosha bo'lyapti. Shovqin suronni eshitib, devday erkak uyqusirab kirib keldi. Uning badani behayo suratlardan olachupor bo'lib ketgan edi. Valyaning yangi qizi, yaltoqlandi ayol. Taqinchoqlari, yaltir-yultir kiyimlari menga, buning o'zi senga. Dev ko'zlarini Niginaga qadab dedi. Opamning qizini Valya o'ldirib yuborgan edi. Endi navbat menga. Surbet erkakka gap uqmasligini Nigina bir qarashda tushundi. Unda na vijdon, na mehr-shafqat alomatlari ko'rinardi. Qo'rqqanidan ortiga befoyda chekindi-da, "Xolajon, meni boshqa bilan adashtirmang", deb yalinib yolvordi. "Bu yerdan olib chiqing, dadam vinozavod direktori Abduvohid akani taniysizmi?
Uning qiziman. Agar menga biror narsa bo'lsa, ikkovingizni ham o'ldiradi. Sen kimga do'q qilyapsan? Ayol Niginani siltab yuborgan edi, boshi bilan devorga urilib, burchakka o'tirib qoldi. Kimning quloqiga lag'mon ilyapsan? Ko'rsatib qo'yaman sen urg'ochi tulkiga. Abduvohidning qizi emish. Mana senga, mana. Qoralning alp kelbati silkinib kula boshladi. Qo'shmachi ayolning erkaklardek musht yog'dirib, ora-sira tepib qo'yishi, juvonning g'ujanak bo'lib dodlashi unga haqiqatdan tekin tomosha edi. "Ey!" dedi u axiri. "Bu qushchani urib o'ldirish uchun olib keldingmi? Bas, uni menga qo'yib ber." Shunday degach, Qoral ayolni chetga surdi-da, Niginani yanada ichkari, yanada qorong'uroq xonaga olib kirdi. "Hay, ayol yo'lini to'sdi. "Avval taqinchoq bilan kiyimlarini ber. Ularni boshimga uramanmi? Bunaqasi ketmaydi. Men o'ljamni shu yerda olishim kerak, balki uning kiyimlari ichida dollar bordir. Sen yostig'ing tagiga berkitsang, keyin bo'yningga qo'yib bo'pman. Opangning qizini Valya o'ldirgan bo'lsa, Valyaning qizi endi senda. Arzimagan taqinchoq ko'ylaklarini nima qilasan? Ammo o'lsa, murdasini o'zing yo'qotasan." Niginaning ko'zlari kosasidan chiqqudek bo'lar. Dodlashga Qoralning belkurak kafti yo'l qo'ymas. Tipirchilash uchun ortiq kuch topolmas edi. Qo'shmachi ayolning o'jarligidan so'ng dev asirani changalidan bo'shatdi. Badbo'y badandan bir zum xalos bo'lgan kelinchak oxiri chorani qo'lladi. "Menga tegmanglar, sizlarga pul olib kelaman. Qancha desanglar mayli, $1000. Ayamning taqinchoqlari." Ayol va Qoral bir-biriga qarab olishdi. "Avval ziraklarni ber", dedi ayol va Niginaning qulog'idan sirg'ani yechib oldi. "Oh, zo'r ekan. Ayangniki ham shunaqami?" Nigina bosh qimirlatdi. Ayol esa yulqinib uzuklarni birin-ketin sug'urib olishga kirishdi. Lekin nikoh uzugi barmoq bo'g'inidan nari o'tmadi. "Yengiltak xoliga nikoh uzuk taqib olganiga o'laymi?" kuldi qo'shmachi. "Xolajon, men boshqaman, adashyapsiz. O'chir. Yana aldashni boshladingmi?" o'dag'ayladi u. "Tepkilashimni xohlayapsanmi?" Yelkasi va biqini musht zarbidan hamon og'irmoqda edi. Nigina hozir og'riqlar haqida emas, eson-omon qutulib chiqishni o'ylardi. Shuning uchun, "Hammasini tushundim, xolajon, kechirasiz", dedi. "Taqinchoqlarni sizga, dollarni bu kishiga beramanmi? Shuni so'ramoqchi edim." Ayol sherigiga "Nima deysan?" degan ma'noda tikildi. Qoral ikkilanib bosh qashidi. Aftidan u Niginani azoblamoqchi, allaqanday Valyadan shu yo'l bilan alamini olmoqchi edi. $1000 ko'nmayman", dedi Qoral Niginaga o'qrayib. "Xor bo'lib o'lishni istamasang, 3 kunning ichida $2000 topib kelasan. Eshitdingmi?" "Eshitdim." "Bu suyqoyoq eshitaveradi", deb Qoral sherigiga qaradi. "Ammo taqinchoq dollarlarni qanday olamiz? Buni garovda ushlab turib, Valyaga $2000 ashqol-dashqollaringni ber deb shart qo'ysak, beradimi u? Yo'q, to'g'ri Melisaga boradi. Bizni shappa bosishadi. Ko'ryapsan, yildan yilga organlar kuchayib, mahallalar ham biznikilarning kavushini to'g'irlayapti. 2000-yilda urovimiz ham qolmasa kerak." "Men ham shuni o'ylab turibman." Qo'shmachi bir zum xayolga toldi. So'ngra Niginaga qahru g'azabini sochib, "O'ldirib tashlayman. Qani, meni aldab ketchi", deb baqirdi. "Ayangning tillo taqinchoqlarini, $2000 ni o'g'irlab bizga olib kelasan. Senga 3 kun vaqt. Agar kechiksang yoki birortaga biz haqimizda gapirsang, avval Qoral seni tug'ilganingga pushaymon qiladi, keyin men badaningning sog' qolgan joylarini tilib, tuz sepib, ming azobda o'ldiraman. Melisaga ushlab bersang, biz qamoqdan chiqib albatta seni topamiz. Aldab ketganing bir, qamatganing 2, demak 2 baravar qiynoq boshingga tushadi. Tushundingmi?" "Unday qilmayman xolajon, qasam ichishim mumkin." "Qasamingni boshingga ur." "Qasam hujjatmidiki, unga ishonsak, sen bizning kim ekanligimizni bilding-a? Hech narsadan qaytmaymiz, hech narsadan qo'rqmaymiz. Qo'limizdan odamzod tasavvur qilmagan itliklar keladi." "Bildim, tushundim."
Odam qiyofasidagi ikki iblis iltijoli nigohini qadagan Niginaga bezrayib tikildi. Hech qo'yvorgilari kelmayotgani yaqqol sezilardi. "Xo'p, demak shartlashdik", dedi qo'shmachi. "Xo'sh, bu yerda nima qilib yuruvding? To'g'risini ayt-da ketaver. 3 kundan so'ng shu uyda uchrashamiz." "Asqar degan bolani axtarib keldim." O'zimizni Asqarmi?" so'radi ayol. "Voy ablahi, hali u seni chaqiradigan bo'ldimi?" "Chaqirgani yo'q, o'zim axtarib yuribman, ishim bor edi." "Sumkachangdagi arzimas aqcha bilan qanday ishingni hal qilmoqchisan?" "Men nasha chekmayman, shaxsiy ishim bor edi." "Shaxsiy ishing bilan qo'shmazor bo'lgur. Agar Asqarga gap tekkizsang, kallangni uzib olaman. Endi esa qorangni o'chir. Seni 3 kundan so'ng kutamiz." Nigina taqinchoqlarsiz, sumkasiz so'ppayib chiqqan bo'lsa-da, qutilganiga shukr qildi. Katta ko'chada birinchi uchragan taksini yollab uyigacha keldi. Qo'shnidan qarz olib yo'l kira berdi. Bir qarasa, qo'shmachi ayol va devsifat erkak yo'qday ularni tushida ko'rganday edi. Yana bir qarasa, hayoti xavf ostida qolganidan yuragi urishardi. Ixtiyor akaga yoki dadasiga bo'lib o'tgan voqeani so'zlashga tili bormadi. U hamon sir yashirib yashamoqda edi. Kechasi uzun ko'ylak kiyib yotgan edi, eri darrov so'radi. "Poplarning xotiniga o'xshamay yechsang-chi ro'dapoyni?" "Bugun mazam yo'q." Chap tomoniga o'girildi Nigina. Ichida esa ishqilib tepki va mushlardan ko'kargan joylarimni ko'rmasin-da, dedi. "Yana chiqibsanmi?" "Portlab ketmasligi uchun chiqdim. Muzqaymoq yeb keldim. Josuslaringiz qanaqa muzqaymoq yeganimni aytgandir?" "Men o'zim josusman." "Josus bo'lsangiz, Asqarning qayerda bekinib yotganini ayting." Nigina atayini qarmoq tashlab ko'rdi. Ixtiyor aka of tortdi. "Biqinib yotgan joyini aniqladim. Qasosni puxta rejalashtirib yuribman. Shunday qilishim kerakki, mendan birortasi ham shubhalanmasin." "Tavba, siz bilan Asqarni bog'lab turadigan alomat borligi kimning tushiga kiradi?" To'ng'illadi Nigina. "Balki o'sha alomat sendirsan?" Ikkinchi kun Nigina xonalarni yig'ishtirayotib, mo'jazgina quticha topib oldi. Qopqog'ini ochdi-yu, hayratdan ko'zlari katta-katta bo'lib, bir lahza tek qotdi. Qutichada marhum kundoshning fotosurati, ro'molchasi, eng tagida esa tilla sirg'a, tilla uzuklari va negadir $1000 pul bor edi. Shu topda Nigina uchun jumboq yechildi. Uning o'g'irlik qilishiga hech kim ishonmaydi. Quticha esa gumdon bo'ladi. Taksiga o'tirib, tuman markaziga keldi. Sardor ko'rsatgan faner eshikni taqillatgan edi, maykachan o'ris chol chiqdi. Asqarni so'ragan edi, cholning qoshlari quyuqlashib, o'qi ko'zlari yiltilladi. "Nima ishing bor?" so'radi u. "Meni ko'rsa taniydi, iltimos bobo chaqirib bering." "Bu yerda gaplashma, ko'chaga chiq, ko'chaga", dedi chol va kirligidan yag'iri chiqqan parda ortida g'oyib bo'ldi. Old tugmalari qadalmagan, katak ko'ylak kiygan, ko'zlari kirtaygan Asqar pardani ko'tardi. Bu senmisan?" irshaydi u. "Eshitishimcha, otangning sinfdoshiga 50 ga kirgan 4 bolali cholga erga tegibsanmi? Ahmoq, menga kelmaysanmi? Har qalay hayotingdagi birinchi erkakman." "Ko'p bidirlama", dedi Nigina. Tevarak atrofga alanglab olgach, "Senga boshqa iltimos bilan keldim." "Iltimos? Yo'q-e. Axir baxtsiz bo'lishingni mendan ko'rib yurganmishsan. Yana qanaqa iltimos?" "Ko'cha boshiga chiqaylik. Bu yerda qo'rqaman." "Ahmoq, u yoqda men qo'rqaman." Shundan so'ng ikkovi sal naridagi nuragan devor tagiga borishdi. "Qoralakani taniysanmi?" To'yqus to'xtab savol tashladi Nigina. "Tanimayman. Adashmasam eringning oti Qoral emas, Ixtiyor shekilli." "Erimni gapirmayapman. Xonavi yerda qizil eshik bor. O'shanda Qoral degan bosmachi yashaydi. Badani igna bilan chizilgan suratlarga to'lgan. Bo'yi shiftday." Boshimni qotirmagin. O'sha uyda bir ayol yolg'iz turishini bilaman. Avval o'tirib chiqqan. 3-4 yildan buyon qizlarni olib kelmay qo'ygan.
insof kirganda qari megajinga. U seni tanir ekan. Oyim qiz, sen hali u bilan gaplashishga ham ulgurdingmi? Shunchalik o'zgarib ketdingmi? Ko'zlarimga ishonmayapman. Asqar, seni hech kimga chaqmadim. Bo'lmasa qamalarding. O'chir, bo'ynimga qo'ya olmaysan. Hamma ayb o'zingda. Seni sevganim uchun olib qochdim. Sen esa iffatsiz holingda yerga tegib ketding. Pismiq. Menga telefon qilishing kerak edi. Hozir da'vo qilmoqchi emasman. O'sha ayoldan qarz bo'lib qoldi $1000. Asqar hushtak chalib, ko'zlarini ola-kula qildi. To'g'risini aytayapman. Gapimga quloq sol. Nigina kuyinib so'zlay boshladi. Endi u $2000 berasan deyapti. Shuni $1000 ga gaplashib ber, keyin oramiz ochiq bo'ladi. Seni kechiraman. Men taniydigan Nigina bugun qarg'ish urgan ko'chaga meni axtarib kelyapti. Qo'shmachi bilan oldi-berdisi borligini aytayapti. Foizni tushirishni iltimos qilyapti. Bular-ku mayli. U menga tik qarab, shundan so'ng oramiz ochiq bo'lishini, kechirishni uqtiryapti. Yo qudratingdan Niginaning qo'ldan shu ishlar keladigan bo'lsa, meni bir bechora mushukcha deb hisoblayversa ham adashmaydilar. Kesatma. Meni xo'rlagan yosh umrimni xazon qilgan bo'lsang ham odam deb yordam so'rab keldim. O'zi nima ish qildinglar? Senga ayta olmayman. Bor gaplash. Bormasamchi, oramiz yopiq bo'ladimi? Menga yopiqligi yoqadi. Shunaqami? Nigina bir zum nafas olishni to'xtatdi. Unda men ketdim. Endi qayerda uchrashishimizni bilasan. O'zi kelmasligim kerak edi. Hammasini qamatmaymanmi? Mayli, sharmandam chiqsin. To'xta. Meni shartimga ko'nasanmi? Shart? Sening sharting? Sening sharting shart emas, bilaman nima deyishingni. Qo'rqma. Ixtiyor akaga 3 ta dori berasan, shu xolos. O'zi so'raganmidi? Miyang yo'qmi sening? Unaqa dorini Ixtiyor to'nka hech qachon so'ramaydi. Bildirmay ichimlikka qo'shib berasan. 3 kun. Nigina qarshisidagi battolning niyati nima ekanligini shu zahotiyoq payqadi. U Ixtiyor akani ham giyohvandga aylantirmoqchi edi. Xo'sh, rozimisan? Asqarning ko'zlari sovuq chaqchaydi. Sen uni sevmasligingni yaxshi bilaman. Hammasi kekkaygan dadangning qilmishlari. Bu ering ham narkoman chiqsa, tezroq boshing ochiq bo'lib, sevgan-bevganiga tegib olasan, qalay? Shu yaxshi emasmi senga? Nigina boshi bilan rozilik bildirsa-da, aslida rozi emas edi. Ixtiyor aka bilan mana shu Asqardan qasos olguncha yashashga ahd qilgani. So'ngra uni hech qanday kuch otasi tengi erkakka bog'lay olmasligi o'zigagina ayon. O'rtada qoral va qo'shmachi ayol mojarosi chiqib, Asqarga yuzma-yuz keldi. Sodda dil Nigina. U xato qilganini birdan tushunib, ko'chaga jonsarak alangladi. Axir yaqin kunlarda Asqar o'ldiriladi-ku. Nigina esa uni axtarib kelib o'tiribdi. Demak, tergovga albatta chaqiriladi. Boshi berk xayol ko'chasidan giyohfurushning o'zi qutqardi. Qari fohishaga beradigan $1000 qani? Ber, bugunoq gaplashaman. Hozir yo'q, uyda, lekin menga bir guvoh kerak. Sardorni chaqiraman. Nima qilasan u so'takni? Senga $1000 qo'shmachi ayolga berib qo'yish uchun berganimni, boshqa maqsadda kelmaganimni bitta guvoh bilish kerak-ku. Aldab ketadi deb o'ylayapsanmi? Xo'p, Sardoringni ergashtirib kel, roziman, dedi Asqar quvonib. Nigina ertasiga uchrashishga va'dalashib, endigina jo'namoqchi edi. Asqar hushtak chalib chaqirdi. Uning kaftida no'xatdan kichik 3 dona qora qumaloq bor edi. Bugundan boshla, deya uzatdi Asqar. Kompot yoki qora so'kka qo'shib ber, kayfi tarqalgach tan olma. Uchalasini bersang, marra seniki. Tag'in unga rahming kelmasin. Ixtiyor juda ayyor. Sen o'ylagandan ham yomon odam. Seni olib qochgan bo'lsam, uylanish uchun olib qochganman. Ixtiyor esa mendan ham yomon chiqdi. Nigina nima bo'lsa ham shuning gapini ma'qullab, aldab turay degan o'yda boshini liqillatgan edi. Asqar muyig'ida kuldi. Nigina, dedi u barmog'ini nuqib. Meni aldayman deb xayolingga ham keltirma. Sen shunchalik bo'lsanki, dadang qo'lni sotgandek istagan odamga hadya qilib yuborishi mumkin. Bilaman. Dadang ham aslida sendek go'l ekanligini-chi?
Uni ham bilasanmi? Nigina tushunmadi. Yelka qisdi. Ixtiyor hammangni laqillatib yuribdi. Dadangni-ku qo'g'irchoq qilib o'ynatyapti. Bir misol aytay. Bitirish kechasida seni soy bo'yiga olib tushdim. Keyin visolingga yetdim. Shu payt qanday voqea yuz berdi, eslab ko'r. Ixtiyor aka kelib meni olib ketdi, dedi Nigina va hushyor tortib Asqarga tikildi. Bu bilan nima demoqchisan? Ikkimiz ancha pastlikda, tepadan ko'rib bo'lmaydigan qorong'ilikda edik. Eslayapsan-a? Shunda Ixtiyor mashinasini tez haydab keldida biz tomonga burib, sheriklarimning Jigulisining ortida to'xtadi. Sheriklarim mashinani vag'illatib qochib qolishdi. Ixtiyor mashinasidan tushib, "Nigina" deb qichqirdi. Senga bularning bari g'ayritabiiy tuyulmayaptimi? Ha, o'sha kunning o'zi menga g'ayritabiiy edi. Umrbod la'natlab o'taman. La'natingni pishirib ye. Bunchalar aqling kalta ko'rsana. Senga Ixtiyorning hayvonligini isbotlab beryapsam, shoirlarga o'xshab valaqlaysan. Qanday qilib Ixtiyor bizning aynan pastlikda ekanligimizni bildi? Axir u asfaltdan mashinasini g'izillatib kelayotgan edi. Birdan Jigulini ko'rib qoldi. Jigulining orqa oynasiga parda tutilgan edi. Ixtiyor mashinasini burgan zahoti Jiguli katta tezlikda quyon bo'ldi. U esa bir qadam ham quvmadi. Mashinasidan tusha solib, soy bo'yidan seni chaqirdi. Qorong'ulikda ekaningni qayerdan bildi? Nima? U sehrgarmi? Hech qachon. U ichiga chiqqan makkor, haqiqiy shayton. U bizlarni kuzatib kelgan. Sening Jigulida emas, men bilan soy bo'yida ekanligingni bilgan. Seni zo'rlashimni kutib o'tirgan u. Ishonmayman. Niginaning ko'zlari yoshga to'ldi. Meni olib qochganingni ko'rganida qutqarardi. Mashinasida kuzatib kelsa, chiroqlarni ko'rardik-ku. Qutqarmadi-ku. Nomusingni paymol qilishimni jimgina tomosha qildi-ku. Chunki unga badnom bo'lgan boy qizi kerak edi. Ya'ni sen. Ustalik bilan senga erishdi ham. Qoyil qolish kerak. Nomusing toptalmaganida u hech qachon senga uylana olmasdi. Niginaga havo yetishmay bo'g'ildi. Ko'z oldi qorong'ulashdi. Asqarning gaplariga ishonmasdan ham iloji qolmadi. Ehtimol dadangdan katta boylik undirmoqchidir. Ehtimol chiroyingni ko'rib ko'z ostiga olib yurgandir. Nima bo'lganda ham maqsadiga erishdi. Endi navbat seniki. Qo'lingdagi dorilarni bersang, g'alaba qozonasan. Ey, birdaniga uchalasini berib o'ldirib qo'yma tag'in. Yaxshi bor. Ixtiyorga hech nimani sezdirmay ishingni qilaver. Uning ukasi meni nashaga o'rgatgan edi. O'zi o'lib ketdi. Nigina oyog'ini zo'rg'a sudrab bosar. Vijdonsiz kimsalar qo'lida o'yinchoq bo'lib yurganiga o'kinar. Hammadan qutulishni istardi. Viloyat markaziga majlisga borgan Niginaning dadasini Ixtiyor aka uyiga qo'yib, ishchilar shaharchasiga qaytganda yarim kechasi edi. Nigina mashina darvozaxonaga kiritilib, tashqari eshiklar qulflanishini kutib o'tirdi. Ixtiyor aka yuz qo'lini yuvib uyga kirdi. Sochiq artinayotib yo'taldi. Keyin "Charchabman", dedi. "Dadam yaxshilarmi?" so'radi Nigina. "Yaxshi. Ha, nega uxlamading?" Uxlab yotuvdim. Chanqab uyg'onibman. Yaxshiyam kunduzi kompot tayyorlagan ekanman. Juda shirin bo'libdi, ichasizmi? Bera qol. Men ham chanqadim. Qo'y go'shti ko'taryapti-yov. Nigina kompot keltirdi. Ixtiyor aka oxirigacha sipqorib, "Voh, deb labini artdi. "Yoshligingizda biror qizni sevganmisiz?" Xotinining dabdurustdan bergan savoli qanaqa imtihon ekanligini tushuna olmagan Ixtiyor aka to'shakka o'tirib bosh egdi. "Chiroqni o'chir, uxlaylik." Savolimga javob bermadingiz. "Sevganman, yurganman, tashlab ham ketganman. Nima edi?" "O'zim ham shunaqa deb o'ylovdim." Ixtiyor akaning o'zi chiroqni o'chirdi. Yostig'iga bosh qo'yar ekan, "Sevishmagan yosh bormikan?" deb qo'ydi. "Gap unda emas", dedi Nigina ham cho'zilib. "Men qalb haqida so'ramoqchi edim. Nahotki sizda ham qalb bo'lgan bo'lsa?" "Mening qalbimni qalb deb hisoblamasang, u holda senda asar ham yo'q ekanda?" Achchiqlandi Ixtiyor aka. "Qalbim bo'lmaganda hozir ichgan kompotingizga zahar qo'shgan bo'lardim." Ixtiyor aka boshini burdi. Nimqorong'ida ko'zlari yiltilladi. Niginaga u baqrayib qolgandek tuyuldi. "Aytdimi, gilosi juda achchiq edi.
deb mazax qildi xotinini. Shunchalar ham yomon ko'rasanmi meni? Qalbi bor odam farzandi qatori qizga tuzoq qo'ymaydi. O'z xo'jayinining bolasiga ko'z olaytirmaydi. Boshiga mushkullik tushsa yordam beradi. Siz meni o'sha Asqardan battar xo'rladingiz. To'g'ri. Hamon masxaralarda Ixtiyor aka. Sen uchun erkakning quchog'i allavaqtdan beri xo'rlik hisoblanadi. Tushunaman, juda yaxshi tushunaman. Onasi o'pmagan qizni 3 yigit o'g'irlab soy bo'yiga tushirishadi. Biri sheriklaridan sal narida qizning nomusiga tegadi. Soy bo'yi, tabiat qo'yni va 2 guvoh oldida iboli, xayoli qizga oson emas. Bu ham yetishmaganday, ko'p o'tmasdan narkoman kuyovga uzatishadi. U bechora ko'p va xo'p quchoqladi kelinchagini. Afsuski, baloyam bo'lmadi. Bolayam bo'lmadi. Va nihoyat Xudoga shukrki haqiqiy erkakka duch keldi. Voy, bu ham meni xo'rlayapti deb o'yladi-da sho'rlik kelinchak shuncha sarguzashtlardan keyin. Achchiq haqiqat, achchig'a Nigina. Nigina Asqardan eshitganlarni hozir shartta aytib tashlab, voqealar o'zanini noma'lum tomonga burib yuborish mumkin ekanligini o'yladi. Ixtiyor aka Asqardan o'ch olishga tayyorlanaversin. Nigina erning bosh rejasini bilmaslikka olib, go'yo uning nog'orasiga o'ynab turadi. Haqiqat oxirida aytiladi. So'nggi so'z o'rnida. Morato'la Ixtiyor akaning yuziga ham tuflab ketadi o'shanda. Qalbingiz yo'qligiga yana bir dalil keltiraymi? Nigina sichqon mushuk o'ynini bas qilmadi. Keltir. Xotiningiz o'ldi. Bolalaringiz onasiz qolishdi. Xo'sh, siz qanday yo'l tutdingiz? Kelib menga uylandingiz-a? Mendan ona chiqarmadi axir. Yosh bolaman-ku. Bu gaplaring menda emas, aksincha senda qalb yo'qligini bildiradi. O'ksik bolalarga onalik qila olmasliging yoki ehtirosli muhabbatimni his qila olmasliging. Nigina teskari qarab yotdi. Ixtiyor aka uning allanimalar deb g'o'ldiraganini eshitdi, lekin tushunmadi. Ko'zlari yumilib, og'ir uyqu bosdi. Nigina shunday dedi. Menda qalb bo'lmasa, kompotga dorini solardim-da axir. Nega tushunmaysan? Baribir bolalaringni o'yladim, dadamni o'yladim. Giyohvandga aylangan otadan, haydovchidan nima ham kutish mumkin? Shunda Niginaning miyasida chaqindek bir o'y o'tdi. Shu odamdan homilador bo'lmasligim kerak. Keyingi kun u yana tuman markaziga jo'nadi. Qo'ni-qo'shnilar ham bu g'alati kelinchak biror joyda ishlasa kerak deb o'ylardilar. Birinchi galda odam siyrak yo'laklardan yurmaslikka, jin ko'chalarga yaqinlashmaslikka harakat qildi. Odam o'g'rilari qo'ygan muhlat intiho topgandi. Erkakdek kuch sohibasi, betaffuq va shallaqa qo'shmachidan har nima kutish mumkin edi. Nigina mabodo o'sha ayol yo'lini to'sadigan bo'lsa, ovozining boricha qichqirishga tayyorlanib, yurak hovuchlab shifoxonaga shoshildi. Ginekologiya bo'limiga kirib yengil tin oldi. Homiladorlikdan saqlanmoqchiman, dedi shifokorga. Bolangiz bormi? Yo'q, hali kelinchakman. Shifokor ayol ko'zoynagi ustidan qaradi. Farzand ko'rishni istamaysizmi? Yo bezovta qilayotgan biron? Eshik ochiq edi. Poylayotgan bir ayol xonaga bostirib kirdi. Hatto shifokor ham cho'chib tushdi. Nigina sobiq qaynonasini tanib, joyidan sapchib turdi. O'tir sharmanda, qichqirdi Mirshohid akaning xotini. Qochsang tutib olib, koridorda momoyni ko'rsataman. So'ng u shifokorga qaradi. Kechiring doktorjon, shunga majbur bo'ldim. Voy, mening dardimni bilmaysiz siz, dardimni bilmaysiz. Mana shu bola ko'rmayman degan jodugar asli mening kelinim bo'ladi. 7 kungina kelinchak qiyofasida yurdi, oxiri bolamni o'ldirib uyiga qochdi. Na osmondan, na yerdan topoldim bu yashamagurni. Keyin bilsak, dadasining haydovchisinikida emish. Eri o'lganiga 2 kun bo'lganmi, yo'qmi, tegib olganmish bola chaqali erkakka. Xolajon, dedi shifokor. Siz ham, men ham, bu kelinchak ham ayol kishi. Yoshingiz ulug'. So'ramasdan bostirib kirib, shifoxonani bozor qilishingiz nimasi? Qotilmi? Militsiyaga bering. Aybi yo'qmi, tinch qo'ying. To'satdan Niginaga jon kirdi. Qotil emasman, deya bir qadam ortga tisarildi. Qotil bo'lganimda qamatmay qo'ymasdingiz. O'g'lingiz narkomanlikdan o'lganini militsiya yu mahallagacha hamma biladi-ku axir.
Tiling chiqib qolibdimi? Sobiq qaynonaning ko'zlari ola-kula bo'ldi. Erkaklarning qo'lidan qo'liga o'tib, beting ochilibdi-da seni. Tinch qo'ying meni. Niginaning ko'zidan tirqirab yosh chiqib, ortiq so'zlay olmay qoldi. Mirshohid akaning xotini urmoq uchun qo'l ko'targan edi, shifokor o'rtaga tushdi. "Chiqib keting xonamdan", dedi u bosqinchi ayolga. "Bemorni urmoqchimisiz? Hozir militsiya chaqiraman." "Singlim, gapga quloq soling", deya Mirshohid akaning xotini xona eshigini yopdi. "Bir baqirganga milisalamang. Mening o'g'lim o'ldi. Bu beetak oilamni sha'nini bulg'ab yuribdi. Qanday chidayman?" "Bu yer", deb gap boshlagan shifokorni Mirshohid akaning xotini gapirtirmadi. "Tushundim. Bu yer shifoxona demoqchisiz. Xo'p, juda yaxshi. Endi ayting, manavi nima istab keldi sizga? Farzand ko'rmaydigan qilib bering dedimi? Ana, kimligi ma'lum. Bu hozirgi erni ham aldamoqchi. Mening o'g'limni ham aldagan. Xonadonimga qadam bosganida iffatsiz bo'lganiga endi aqlim yetyapti. Riffatjonim vaqtincha kasal edi. Uylanishga noqobil edi. Mahallada gap so'z bo'lgach, el ko'zini o'yay deb xotin olib berdim. Hafta o'tmay bolaginam o'ldi. Janoza kuni mana bu buzuqi nima debdi deng? Kechasi qo'shiluvdek emish. Xudoyo tavba, ko'zingga qarab qasam ichadi bunaqalar. Axir, o'g'lim hech narsa demay, kasal holicha o'ldi-ku. O'lganini ko'rganida reja tuzdi bu. Iffatsiz ekanligiga zo'r bahona topildi. Marhum kuyov bilan birga bo'lgandim. Ana bahona. Doktor, siz aniqlang. Bu betafo qachondan beri erkaklar bilan yurayapti. Balkim avval bola ham oldirgandir. Qarang, ko'zlari bechoranikiday mo'ltiragani bilan tubidagi makirni. Qarang, bu yana nimalarni o'ylayotgani sezilib turibdi. Shovqin so'ronni eshitib, qo'shni xonadagi shifokorlar va hamshiralar eshik ochishdi. "Tinchlikmi, nimalar bo'lyapti?" Bir erkakning qoshi chimirildi. "Qaynona kelin", dedi shifokor ayol. "Nima qilay? Janjallashib qolishdi. Kelinni ekspertiza qilish kerak emish." "Kimning haqqi bor ekspertiza qildirishga?" Erkak shifokor g'azabdan qizardi-da, Niginaga imladi. "Singlim, bu yoqqa chiqing. Siz esa qaynonasimisiz? Avval murosaga kelib, keyin tekshirishga olib keling. Tushundingizmi? O'zingizni ham, bizni ham odamlarga tomosha qilmang." "O, uka, tushunmasdan gapirmang." Mirshohid akaning xotini jag'iga dam bermadi. "Osmon qo'lingizda bo'lsa ham odamga odamday muomala qilishni o'rganing." Erkak Niginani yo'lakka chiqarib yuborar ekan, sobiq qaynonaga kulimsirab dedi. "Kechirasiz, bilmabman kimligingizni." U Niginani o'z kabinetiga chorlab, dardini tinglamoqchi edi, ammo kelinchak vaqt borida qorasini o'chirishni lozim topdi. Ixtiyor akanikiga emas, ota uyi tomon qadamini ildamlatdi. Yaqinda hammasidan qutulish haqida o'ylardi. Buning uchun hujjatlarini, kiyim-kechaklarini tayyorlab qo'yishi kerak edi. Uylarning baland tomi uzoqdan ham ko'rindi. Ko'chasidagi qizaloqlar Niginani tanib salom berisharkan, o'yinlardan bir pas to'xtab, havas bilan qarab qolishardi. Qo'shni uy ortida ayollar o'tirganini ko'rib, yuragi bezilladi. Hozir gap bilan chaqishadi. Biroq bir necha haftalik sarguzashtlardan so'ng bu ayollar misoli farishtalar ekanligini yuragidan tuydi. Aksiga olib, ayollar burungidek tag ma'noli gaplar gapirishmadi ham. Niginani taniganlari zahoti o'rnlaridan turib, ko'rishgani peshvoz chiqishdi. "Niginaxon, o'zingmisan bolam? Baxtingni bersin iloyim." Odamning omonatligini, qizim, hech xafa bo'lma. Ikkinchi turmushdan baxt topganlar qancha? Yaxshi bo'pti, o'zingni saqlamay birdan uzatishib yuborgani. Nigina kuch ila ko'z yoshlarini tiydi. Qanchalik urinmasin, kula olmadi, jilmay olmadi. Lablari o'ziga bo'ysunmay, goh u, goh bu yonga cho'zildi. Uyiga kirdi. Ukalari, singillari istiqboliga otilishdi. Niginaning xo'rligi kelib, singlisini o'zidan nari itardi va "Menga yaqinlashmanglar", dedi ko'zlaridan duv-duv yosh to'kib. "Men yomon kasalman. Nari turinglar, yaqinda o'laman." Bolalari hayronlikla qotib qolishdi. Opalarni bunday ahvolda birinchi bor ko'rishlar edi. Niginaning ayasi lapanglab eshik oldiga kelganida qizi xonasiga kirib ketgandi. "Chaqiringlar bu yoqqa. Nima deydi u?" Boy xotin old tugmalarini qaday boshladi. "Uxlagani ham qo'ymaysanlar." Nigina hayallamay qaytib chiqdi. Bor yo'g'i bitta sumka bo'lgan edi bisoti. "Yo'l bo'lsin, o'g'ri mushukka o'xshab kelishni kim o'rgata qoldi senga?"
Nigina bu safar onasidan qo'rqmadi. O'gaymanmi desam, o'gaylarni ham bunchalar xor qilishmaydi, dedi u. Tuturuqsiz obro'si yo'lida qizini mol o'rnida ko'radigan dadam bilan siz yana qancha vaqt ustimga mag'zim ag'darmoqchisizlar? Afsuski, o'zimda ham ayb ko'p. Boshidan milisaga borishim kerak edi. Soxta baxt umidida rasvom chiqdi. Tuproq bo'ldim. Ha, tuproq. Melisa? Voy, o'libgina qolgur. Hali sen bizni milisaga bermoqchimiding? Ota-onangni-ya, kir ichkariga. Ha deganda ichkarilayvermang, aya, dedi Nigina ketish oldidan. Tashqaridan ham nafas oling, mahalla ko'y bilan birga. Ortidan onasi qayta chaqirsa ham Nigina qaramadi. Uning ko'ziga endi ota-onasi, Ixtiyor aka, sobiq qaynonasi, Asqar, Sardor va odam o'g'irlovchi ayol barchasi ojiz ko'rmoqda edi. Oyoqlari o'z-o'zidan Sardor ishlaydigan ustaxona ko'chasiga burildi. Sinfdoshi tushlik qilish uchun uyiga qaytayotgandi. Niginani ko'rib to'xtadi. Yana menga keldingmi? Bitiruv oqshomimiz bo'lgan restoranda Asqar ikkalangni kutaman, dedi Nigina. Hoziroq uni ergashtirib kel. Men aytsang, Asqar akangni o'zi tushunadi. Unga uchrashdingmi? Ha, agar Asqarni topolmasang, kelib javobini ma'lum qil. So'nggi iltimosim shu. Nigina naq 3 soat kutib o'tirdi. Asqar va Sardor qorasini ko'rsatmagach, stoldagi koladan xo'pladi-da, o'rnidan turdi. Jazirama qaytib, ko'chada odamlar ko'payib qolgandi. Restorandan sal naridagi mashinalar yonida turgan Sardor Niginani nihoyatda ajablantirdi. Shu yerdamiding? Keldim deb aytsang bo'lmasmidi? Asqar aka joyingdan jilmay kuzat dedi. Ikkovimizni tutib bermoqchimisan, Nigina? Axir boshqacha kelishgandik-ku. Tutib berishim uchun restoranga chaqirishim shartmi? Nigina atrofga ko'z yugurtirdi. Qara, hech qayerda milisa yo'q-ku, gapim bor edi senlarda. Sardor qovjiragan lablarini yalab bir tomonga ishora qildi. Ana, gaplash o'zing. 50 qadamlar naridagi daraxt tagida qora ko'zoynak taqqan yigit sigaret chekmoqda edi. Nigina yaqinlashganda Asqar tishining oqini ko'rsatib, "Olib keldingmi?" deb so'radi. "Yo'q." Guvohni olib kelibsan-u, pulni unutibsan-da. Ular bilan o'ynashma Nigina. $2000 yarmiga zo'rg'a ko'ndirsam, pachava qilib o'tiribsan. Asqar, biz boshqa narsani gaplashib olishimiz kerak. Giyohfurush sumkaga qaradi. Nima gap? Uchalamiz biror joyda o'tiraylik. Dorimni berdingmi ishqilib? Berdim. Unda Dilijonga boramiz. Taksi to'xtatib, tuman markazining narigi chetidagi Dilijon oshxonasiga jo'nashdi. Asqar 2-3 marta ortiga o'girilgan edi Nigina. Kinolardagidek isqvor quvib kelyapti deb cho'chyapsanmi? dedi. Senga ishonmayman. Ishonmaganingda birga yurarmiding? deya Nigina negadir yonidagi Sardorga qarab qo'ydi. Darvoqe, Asqar shubhalanganicha bor edi, zero Nigina ayni paytda qora doriq muloqlarni qanday qilib uning ichimligiga solib qo'yishni o'ylab borardi. Stol atrofidan o'rin olishdi. Oshxonachi noz-ne'matlar keltira boshlagach, Asqar "Gapir", dedi Niginaga. Xudo haqqi, hozir sendan mujikcha gaplar eshitib, til tortmay o'laman. Ha, avvalgi Nigina emasman. Avvalgi Nigina bo'la olmaysan ham. Asqar kulgan edi, Sardor zo'rma-zo'raki qo'shildi. U tushlik qilmagani uchun non chaynamoqda edi. Men, dedi Nigina, 3 ta stakanga ham limonad qo'yarkan. Xato qilayotganimni tushundim. Sharmanda bo'lmay deb Melisadan jinoyatni yashirdim. Ota-onamni deb 4 bolali erkakka turmushga chiqdim. Odam o'g'irlarni ham hech kimga aytmadim. Endi bilsam, o'zimning yo'limni o'zim buzibman. Xo'sh, bizga aytadiganingni aytasanmi? Ho, ana stolda o'tirganlarga qaranglar. Nigina oshxona ayvonidagi erkak va ayolni ko'rsatdi. Asqar bilan Sardor nigohlarini dasturxondan uzgan mahal Nigina ezib, tayyorlab qo'yilgan qoradorini giyohfurushning stakaniga tashladi. $1000 bersam, shular qator bitta erkak va bitta ayolni o'ldira olasanlarmi? Sardorning tomog'iga non tiqilib, qizarib-bo'zarib yo'tal tutdi. Limonadga qo'l cho'zgan ham ediki, Asqar chaqqonlik bilan o'zinikini uzatdi. Sen buni ich jigar, akangning limonadi davo bo'ladi. Sardor ikki xo'pladi. Ich oxirigacha.
Asqar Niginaga tantanavor qaradi. Mana Nigina ham non tiqilib o'lib qolmasin deb xavotirda. Nigina oyoqlarigacha muzlab miq etmay o'tirardi. So'ngra tezroq ketish kerakligini tushunib, jo'nashga taraddudlandi. Boyaqish Sardor o'qchida, keyin oyoqqa tura olmay stolga yuztuban yotib oldi. Uchala dorni ham paroshyok qildingmi? Asqar irshaydi. Sen qotilsan. Nigina va Asqar boshqa eshiklardan qochib chiqishdi. Ko'chaning narigi tomonidan hamon Sardor ko'rinib turardi. Ertasiga uning janozasi bo'ldi. Militsiya Sardorning hamtovoqlarini surishtirib yurgan ikkinchi kuni Nigina boshini changallab erining uyida o'tirardi. Kechadan buyon hech nima tomog'idan o'tmas, hech kimni ko'rishni istamas. Qo'llab borayotgan choh tubiga yetolmayotganidan garang edi. Soat 10larda darvoza taqilladi. Militsiya kiyimidagi odamni ko'rib Nigina hammasi tamom deb xayolidan o'tkazdi. Men bilan yuring, dedi u. Darrov olib kelib qo'yaman. Sizni bo'limda bir odam kutyapti. Moskvich yarim yo'lda eski Volga yonida to'xtadi. Shu payt allaqayerdan qoral paydo bo'ldi-da, Niginani sudrab tushirdi. Volganing orqa o'rindig'ida erkak sifat qo'shmachi ayol o'tirardi. Dodvoyga hech kim quloq solmadi. Qo'shmachi ayol Niginaning sochidan burab, o'rindiq ostiga bosib, "Qoral toqqa hayda", dedi. "Meni aldab ketgan juvon itday o'lishi shart." Qoral guldirab kuldi. Uning boshi mashina shiftiga tegib qolgani uchun rolga engashib olgandi. Volga katta tezlikka erishib, motor vang'illay boshlagach, u ortiga ko'z qirini tashlab dedi: "Jonidan, tovug'imni oyog'ing tagiga bosib o'ldirib qo'yma. Harom tovuqni keyin boshimga yastuq qilamanmi?" Ana, ko'zini ochdi. "Aslo tashvishlanma, yo'lingga qara. Tag'in avariya bo'p, bundan avval meni asfala sofilinga jo'natmagin. Oldinda bizni bayram kutyapti. O'lishimizga hali ancha bor. Eshitdingmi?" Qo'shmachi ayol kelinchakning yelkasidan qattiqroq bosdi. Qoral uchun odam o'ldirish ham. Nigina bir so'z deya olmadi, qichqira olmadi. Vahshiylarning qo'lidan qutulib chiqish uchun mo'jiza ro'y berishini kutib, yuzini mashina poliga bosdi. O'nqir-cho'nqir joylar uchrab qolganda peshonani g'urra qilish ham hech gap emasdi. "Men buni o'ldirmayman", do'rilladi dev. "Bayram deb biroz qiynashimni aytayapman, lekin gapning indallosini aytganda qiynoqqa chiday olmay o'lib qolsa kerak." Ikki zo'ravon o'pkalarida havolari qolmaguncha ko'rishdi. Ko'p o'tmay mashina sekinlashdi. "Asfaltdan ketmaymiz", dedi Qoral. "Tog' yo'lda kecha gaylar post tashkil qilganmish. Kanal yoqalab haydayver. Chang o'tirsa o'tiribdi-da, shaloq Volganga." "Qiz tirikmi?" so'radi Qoral. "Kelinchak bu, juvon bu, qiz emish." "Tirikmisan, hoy qizcha?" irshaydi dev ortiga bir qarab qo'yib. "Ko'rdingmi? Bizga Volga ham bor. Agar sen aldamaganingda sotib, ustiga bergan $2000 qo'shib, yaxshirog'idan olardim. Toqqa mazza qilib borarding." Nigina bir necha marta yuzini urib olgach, qulayroq joylashmoqchi bo'ldi. Qo'shmachi ayol yon bergandek, "Xo'p, Qoralning aytgani amalga oshsin", dedi u Niginani o'rindiq tagidan tortib olib. "O'tir. Agar nag'ma qilsang, kabinaning ichidayoq bo'g'ib tashlayman." Atrofda qovjiragan dalalar, yakkam-dukkam daraxtlardan bo'lak hech vaqo ko'rinmasdi. Mashina kanalni ortda qoldirib, bir vaqtlar lalmikor bo'lgan adirdan oshgach, tog' etagida suruv qo'ylar ko'zga tashlandi. Qo'shmachi ayol Niginaning biqiniga turtdi. "Qalaysan?" Men $2000 topolmadim", dedi Nigina shoshib. "Lekin taqinchoqlar bilan $1000 hozir topib berishim mumkin." "Qani?" "Erimnikida, ixtiyornikidami?" Shunda Nigina bir haqiqatni angladi. Axir bular o'sha kuni uni allaqanday Valyaning fohishasi deb o'ylagandi-ku. Nega hozir militsiya kiyimida aldab Ixtiyor akanikidan olib ketishyapti? Bundan chiqdi Ixtiyor akani, dadasini bular juda yaxshi bilishadi. "Sizlarni kim yolladi?" Kutilmaganda Nigina baqirib yubordi. "Axir meni erimnikidan o'g'irlab chiqdinglar-ku, demak, dadamni zavod direktori Abduvohid akani yaxshi bilasizlar." Volga g'iqillab to'xtab, chang oldinga quvib o'tdi. Ikki qaroqchi Niginaga baravariga nigoh tashladi. "Yana boshlayapsanmi?" dedi qo'shmachi ayol. "Bu hali Ixtiyorning xotinimi?"
ajablandi Qoral. Be, qanaqasiga? Ixtiyorning xotini o'lib, buni olib kelgan. Xizmatkormi, oshpazmi? Bahona ko'p-ku. Men Abduvohid akaning qiziman, yana ta'kidladi Nigina. Avval ishonmagandinglar. Qo'shmachi ayol ko'zini chirt yumdi. Qo'lini Qoralga cho'zib pichoq so'radi. Dev u yoq bu yoqni qaradi. Shoshganimdan asbobimni unutibman. O'ldirmoqchimisan? O'ldirish kerak bo'lsa, pichoqning keragi yo'q. Hayda, anavi cho'ponlardan uzoqlashaylik. Mashina yana yurgach, qo'shmachi ayol tergadi. Nega bizni aldab ketding? Bironta gapim yolg'on emas. Iltimos, menga ishoning. Bulva taqinchoqlarni olib kelmading-ku. Bu bir. Abduvohidning qiziman deysan, axir uning qizi Mirshohidboyning kelini-ku. Bu ikki. Birinchi erim o'lgan, dedi Nigina. Bu uch. Qisqasi, o'ta ketgan surbet ekansan. Abduvohidning kuyovi emas, kuyovining egizi o'lgan. Yo yolg'onmi shu gaplar? Yolg'on-de, tilginangni uzib olaman seni. Abduvohid aka o'z kuyovi haqida yolg'on xabar tarqatmasa kerak. Nigina indey olmay qoldi. Kimlar o'zi bular? Nigina haqida buncha ma'lumotni qayoqdan bilishadi? Rostdan ham qo'llaridan kelmagan ish yo'q shekilli. Bo'pti. Nigina chuqur-chuqur nafas oldi. Sizlar nima desangiz o'shaman. Meni kechiring. So'nggi so'zimga ishoning. Uyda taqinchoqlar ham, dollar ham bor. Faqat shu Asqarga o'zing gaplashib ber arzonroqqa degandim. Ishoninglar, shu sabab bilan vaqtida sizlarga uchrasha olmadim. Balosan, eshitdingmi Qoral? Bu o'rtaga dallol qo'ymoqchi bo'libdi. Mana endi pichoq kerak, dedi Dev. Cho'ponlardan so'rasakmikan? Nega mana endi deyapsan, polvonim? Jonliq so'yib qon chiqarib yuboramiz. Asqar bilan oramiz buzilib o'tirganda ish beradi bu qiz. Qo'y so'yib nishonlamasak bo'lmaydi buni. Ha, kallangga besh sani kallangga. Asqarda hali ham dori ko'p. Volga suruvlarga yaqin joyda to'xtadi. Qo'shmachi ayol qo'llarini ishqalab xiringladi. Baxting bor ekan, Valyaning qizi. Tirik qoldim deyaver. Endi gapga quloq sol. Taqinchoqlarni menga olib kelasan. $2000 Asqarga berib, yarim bahosida nasha sotib olasan. Lekin chuv tushib qolma. Avval nashani ko'rsat deysan. Qulog'ingga gap kiryaptimi o'zi? Bir necha daqiqa ular Niginaga jon jahdlari ila tushuntirishdi. Hatto qo'shmachi va Qoral tortishib ham qolishdi. Bu orada cho'ponlar mashinaga yaqinlashdi. "Xo'sh, singlim", dedi biri. Niginaga sinchiklab qarab, "Tinchlikmi? Nima ishing bor?" jerkib berdi qo'shmachi ayol. "Sizga gapirganim yo'q." Cho'ponning g'azabi qo'zidi. "Orqadagi kelindan so'rayapman. Bu atroflarga bekorga kelmaysizlar." Nigina ovloq bir makonda ziyrak va himoyachi insonga duch kelaman deb o'ylamagandi. Qoral va qo'shmachi ham kutmagan edi. "Ketdik", dedi Qoral Volgani orqaga burib olarkan, "Kuchuklarni ko'rsam kayfim uchadi." Darvoqe, mashinani bir varakayiga 4 ta cho'pon itlari qurshab, quloqni batang qilgudek vovillay boshladi. Negadir ular ham Niginaga emas, Qoral va qo'shmachiga tashlanishmoqchi bo'lardi. Tuman markaziga yetganlarida yo'l chetida turgan oq ko'ylak, qora shimli bir kishi qo'l ko'tardi. Volga sal o'tib to'xtadi. Nigina uni darhol tanidi. Militsiya kiyimida kelgan qo'shmachining hamtovog'i edi u. "Singlim, kechirasiz, bunday bo'lishini bilmabman", dedi u Niginaga. "Bas qilmay novozchilikni", qaytarib tashladi qo'shmachi ayol. "Xo'sh, Asqarni kuzatdingmi?" "Ha, albatta. U boshqa kvartiraga ko'chib o'tdi. Hozir Ayiqpolvon pivoxonasining eng ichkari xonasida ichib o'tiribdi. Lekin pivosiga gap yo'q." "Vaqillama", dedi ayol. "Buguncha senga javob. Haqqingni ertaga olasan." Ayg'oqchi qo'lini ko'ksiga qo'ydi, keyin Niginaga qarab iljayar ekan. Uzr", deb takrorladi. "To'g'risini aytinglar, militsiya kiyimi yarashibdimi?" Qo'shmachi ayol mashina oynasidan boshini chiqarib dedi. "Senga faqat turma kiyimi yarashadi." Olg'a intilgan Volga ichida kulgu ko'tarildi. "Bizdan xafa bo'lma", dedi qo'shmachi ayol. "Ko'rding, qanaqa quvnoq odamlarmiz. Sen esa qochib yuribsan. Bir umr quvnoq bo'lib qolishni istasang, taqinchoqlar va dollardan voz kechasan. Buyum pul topiladi. Jon topilmaydi-ku, jon. Gapni qisqa qil." Qoral go'rzidek qo'li bilan ayolni turtdi. "Hash-pash deguncha pivoxonaga yetamiz. Asqarni ko'ndirish yo'lini o'rgat bunga."
necha marta o'rgataman? Qo'shmachi ko'zini olaytirdi. Bular Asqar ikkovi soz, vaqtida birga yotib turgan, yaqinda bepul qoradori ham olgan. O'zini oppoq deb hisoblaydigan bu ayolcha doim botqoqqa botib yuradi. Shundaymi, qochoq? Niginaning yana dami ichiga tushib, ularga tik boqa olmadi. Endi uni avraysan, davom etdi qo'shmachi. Boshida nasha sotib olishingga ishonmaydi. Birov atayin yuborgan deb shubhalanadi. Shunda bizni aytaver. Qizil eshikdagi opaga zarur bo'lib qolibdi desang beradi. Nega kelmadi demaydi, o'zi tushunadi. Biz u bilan kelisha olmay qolganmiz-da axir. Yaxshilab quloq sol. Uni shunday aldashing kerakki, nashalarni yashirgan joyiga seni ham ergashtirib borishi kerak. Buning uchun bor nashasini sotib olishingni, faqat buguncha molni o'sha joyda qoldirishingni aytasan. Tushunding-a? Volga pivoxona panjarasi yonida to'xtadi. Qoral va qo'shmachi ikkinchi marta aldab ketsa, o'ldirmasdan qo'ymasliklarini Niginaning qulog'iga quyib, mashinadan tushirishdi. Ayol boshi bilan pivoxonaga kirib borish biroz o'ng'aysizlik tug'dirdi. Ichkari bo'lmalardan birida Asqar o'tirgan ekan. Nogohonda Niginani paydo bo'lishi o'takasini yorib yubordi. O'rnidan sakrab turib yo'lakka qaradi. Yolg'izmisan?" deb o'rniga og'ir cho'kdi. "Kim bilan kelishim kerak edi? Sardor bechorani ham o'ldirdik-ku. Melisa bilan kelibsanmi?" deb kapalagim uchdi. "Tik turma, o'tir. Sardorni o'ldirdik deysanmi? Uni yakka o'zing zaharlading-ku, Ovsar. Limonad senga atalgandi, afsus, hali ajaling yetmagan ekan. Qoradorni solgan kim, senmi?" zaharxanda qildi Asqar. "Meni aralashtirma." Asqar sigaret tutatib, devorga suyangan ko'yi Niginaga och nazar tashladi. Go'yo qorachiqlarda yovuzlik yilt-yilt etardi. "Zo'rg'a axtarib topdim." Bir chetga o'tirdi Nigina. "Kvartirangni almashtirib, qayg'urlarga yashirinib yuribsan-a? Iskavich itdan ham balo chiqqaniga hech ishongim kelmaydi. Orqangdan yurganimda, bitirish kechasida o'g'irlab ketganimda, hatto Rifat narkoshaga 7 kun xotin bo'lganingda ham yuvosh eding. Kim qayerga yetaklasa ketaverarding. Qo'y bu gaplarni", dedi Nigina. "Zahar topdingmi? Avzoyingga qaraganda topgansan-ov. Zaharing o'zingga buyursin." Meni o'ldirish niyatidan qaytdingmi? Qani, ko'zimni yumaman, pivamga zaharingni sol. Bu gal qanday ichishimni bamayli xotir tomosha qilasan. Asqar, seni muhim ish bilan axtarib keldim. Tushunsang-chi, menga nasha kerak, nasha. $1000 beraman. Qizil eshikdagi ayolni gapirgandim. O'sha bizga beradigan pulingga Asqardan nasha olib berasan dedi. U ayolmi? Mol-ku axir. Qanday ilakishib qolding ularga? La'natlar sirboy berishmadi menga. Nasha sotasanmi, yo'qmi Asqar? Nima bolamasmisan? Sekinroq. Nima, bir bog' piyoz olyapsanmi? Ikkovi ham jimib qolishdi. Bir-biriga savolomuz tikilib o'tirdilar. "Qani cho'z", dedi Asqar. "Nega baqirasan? $1nimi? Avval nashangni ko'rsat." Bo'sh kelmadi Nigina. "Men bunaqa savdolashmayman. Men ham." Ahmoq, nasha oldi sottisini bilmay boshimni qotirma." Nigina fikrini jamlab, bir zum peshonasini ishqaladi-da, shunday dedi. "Uyga borib, $1000 olib chiqaman. So'ng ikkimiz sening nashalaring turgan joyga boramiz. Nashani o'z ko'zim bilan ko'rganimdan keyin pulni beraman. Lekin nashangni olib ketmayman. O'z joyida turadi. O'sha ayolni chaqirib kelib, "Mana oling nashani" deb joyini ko'rsataman xolos. Shu bilan qutulaman, qo'yaman. Qisqasi, nashani qo'limga ushlamoqchi emasman. Sumkada-ku umuman olib yurmayman." Asqar pivo ho'plab, ko'zlarini huzur qilib yumdi. Aftidan lahzalar ichra oldi-berdini ipidan ignasigacha tasavvur qildi. Birdan Niginaga engashib, yanog'idan o'pib oldi. "Roziman, juda roziman. Taksi ushlada, uyingga uch. Pul bilan kelishingni intizorlik bilan kutaman. Ammo aytib qo'yay, u yerdagi afg'oni nasha $2500. Qolgan pulingni biror kun uzarsan. Hozir o'sha qari maymundan qutulib ol, xo'pmi jonim? To'xta, menga qara. Ixtiyorga qachon dori berasan? O'zi berish niyating bormi?" "Payt poylayapman." "Poyla, Nigina, erinmasdan poyla tag'in. Bolalari otasiz qoladi deb o'kinma. Otasi bolalarsiz qolgandan ko'ra
Teskarisi shafqatliroq emasmi? Nigina bo'ri indan chiqqandek his qildi o'zini. Asqarning nima xayolga borgani unga ayon edi. Niginadan pulni olaman, qo'shmachini chaqirib kelguncha nashalarni ham olib juftlikni rostlayman. Bu yerlar shundoq ham xavfli bo'lib qoldi. Yelkamning chuquri ko'rsin endi. Asqar va Nigina ketib borishyapti. Shumgiyohfurush tez-tez jin ko'chalardan yuradi. Erinmasdan kuzatadi. Niginaning toqati toq bo'lib nuqul uf tortadi. Orqadan poylashlari mumkin, dedi Asqar. Men hech kimga ishonmaganman, ishonmayman ham. Ayniqsa, sen qayerdan bo'lmasin meni topa olishing shubhali. Buning ustiga Sardorning oldiga oxirgi paytlari ko'p borgansan. Guvohlar militsiyaga aytgan. Qaysidir ko'p qavatli uy burchagida u Niginaning kiyimlarini paypaslashga ham botindi. Diktafon yoki kichik datchik topib olsam, shu yerda so'yaman, deb ogohlantirdi u. Mashaqqat bilan yetib kelgan joylari tashlandiq kasalxona binosi edi. Bir tomonda ekskavator ishlagan, so'ngra tashlab ketilgan uydim chuqurlar ko'rindi. Asqar atrofga yana bir quruq ko'z yugurtirib olgach, chuqur ichiga sakradi. Beton bo'laklarini chetga surib, yerni biroz kavladi. Nihoyat qo'lida salofan paket paydo bo'ldi. Buni afg'oni nasha deydilar, ko'rdingmi? Mana, joyiga qo'mayapman. Dollarni sanayver, Nigina-oy. Asqar chuqurdan tirmashib chiqayotgan edi. Xarobalar oralab shoshib kelayotgan qo'shmachi ayol, Qoral va Ixtiyor akani ko'rib qotib qoldi. Nigina ham hayronul lol edi. Bugun ukam uchun javob berasan, dedi Ixtiyor aka. Sen Nigina, anavi yerda kut. Dollarni nashani bu yoqqa cho'zinglar, deya Qoral hammaga bir-bir qarab chiqdi. Biz o'z vazifamizni bajardik, Ixtiyor. Shu yerdami nashasi? So'radi Ixtiyor aka Niginadan. Boyaqish kelinchak zo'rg'a bosh silkidi. Ortga bemajol tisarlar ekan, bo'g'zidan nido otildi. Iflos, giyohvandning o'chini boshqa bir giyohvanddan olish uchun meni qurol qilib tanladingmi? Baxtim nizomini qildingmi, Ixtiyor? Nigina o'kkirib yig'lab yubordi. Yerga cho'kkalab, kesaklarni mushtlay boshladi. Ixtiyor aka ovozini o'chirish uchun Niginaning og'zini yopganida Asqar: "Meni tuzoqqa tushirdim deb o'ylama, yo'q. Niginaga hammasini aytganman, Ixtiyor", deb baqirgani eshitildi. Bu Asqarning yorug' dunyodagi so'nggi so'zlari edi. Ertasiga ikkinchi qotillik ovoza bo'ldi. Abduvohid aka o'ziga taalluqli deb hisoblamagan mish-mishlarga qo'l siltadi. Faqat uni yomonlovchi gap so'zlar urchib ketmasa bo'ldi edi. Qotillik haqida eshitib, odamlar tentakda, nega bir-birining go'shtini yeydi-ya, dedi ichida. So'ng ziyofatga tayyorgarlik qanday ketayotganini surishtirdi. Deyarli barchasi taxt, Ixtiyor aka va Nigina uchun mashina, tuman markazidan hovli. Bundan keyin Ixtiyor aka haydovchi emas, zavodda sex boshlig'i bo'ladi. Mehmonlar tashrif buyurganda ham Nigina ko'rinmadi. Ixtiyor aka uning hozirgina birga kelganini aytdi. Ixtiyor, dedi direktor kuyovni bir chetga yetaklab. O'zing yaxshi tushunasan, Nigina yosh, sening bolalaringni eplolmaydi. Shu deyman, yangi joyda faqat o'zlaring yashasanglar. Xo'p, qo'lini ko'ksiga qo'ydi Ixtiyor aka. Ikkisi mehmonlarga peshvoz chiqishdi. Bu vaqtda Nigina tuman militsiya bo'limiga yetib kelgan edi. U girdobga aylangan hayotini qanday izga solish haqida ko'p o'ylab, boshidan o'tgan barcha g'avg'olarni mash'um restorandan boshlab to kechagi kungacha qog'ozga tushirish va militsiyaga topshirish lozimligini tushundi. Juda kech tushundi. Ammo ko'proq yozishga to'g'ri kelishini o'ylab, militsiya binosi ostonasidan qaytdi-da, xilvat kafega ko'zi tushdi. Qog'oz qalam xarid qilib ichkariga kirdi. Mirshohid akaning xotini yollagan badburush kimsa ham izma-iz ichkariladi. Niginaning sobiq qaynonasi o'chini olish uchun kelinchakka zahar berishni shu kimsaga tayinlagan edi. Tumanda 3-qotillik haqida ham mish-mishlar tarqaldi.